Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizdeki devamında bugün İmam Bukhari Hazretleri mundaqdaydı. Bir adam seferden kelgan vaqtida namoz o'qish haqida to'xtalib, Ka'b ibn Malik degan sahoba mundaq degan edi dedi. Hamda Ka'b ibn Malikka kelsak, Ka'b ibn Malik o'zi Ka'b ibn Malik ibn Abi Ka'b deyiladi. Bu kishi ham o'sha Ansari qabilasidan. O'zi o'sha arablarniki ichidan chiqqan donglik shoir bu Hasan ibn Sabitga o'xshash Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki shoirlari qatoridagi kishilarniki biri. Dastlabda burunlar musulmon bo'lgan, Badr g'azotida qatnashmagan. Undan boshqa asosan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga umumyuzlik urushlarga qatnashgan buyuklarniki biri. Bu siyosiy nuqtadagi ish izlari bo'ldi. Lekin Uhud yo'q, Tabuk g'azotasiga, Uhud emas, Tabuk g'azotasiga qatnashmagan. Tabuk qatnashmasligining sababi balkim nauzubillah bir horulluq demdoq va yoki sal shu vaqtdagi sal bo'shonliq demda shu nuqtadan hech qanday uzr yo'q. Hech qanday uzr yo'q qatnashmagan. Shunlashqa bular haqida Qur'oni Karimda oyat tushgan. Shu urush qatnashmagan uchaylar haqida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda oyat tushgan. Ya'ni bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotasidan qaytib kelgandan keyin bular bilan gap qilmaslik haqida buyruq tushirib, taxminan 50 kundan keyin bularniki tavbasi qabul bo'lgan. Shundaqla ansarlarniki eng cho'ng buyuklardan hisoblandi bu narsa bu odamcha. Chunki shu 50 necha kun jarayonida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va sahobalar Madinaga gap qilmagan ahvol ostida Şam'daki şu Hristiyan, Nasara, Begler, padişahlık kelib, bu adamni o'ziga tortishga, el qilishga elchevetken. Va senin xo'jang sana bu taşı tuttu va bunaqa ishimizga keldi. Shundaq degan. Bu kishi deydi, "Men eng ig'ir kelgan shu bo'lgan" deydi. Bir dushmanning menga o'z tarafga tortib men talab qilgan eng ig'ir kelgan shu deydi. Demak, bu kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki ham shoiri hem Resulullah bilan jiq urushlarga qatnashgan, Aqaba baytiga qatnashgan. Ilmiy nuqtada ilib yetgan vaqtida bu kishiniki 30 dona hadis bayon qilgan. Buxoriy, Muslim bu hadislarda 3 hadis bayon qilganligi keltirilgan. Bu kishi hamda jiq odamni tarbiyalagan. Jiq tabiiylar hadis o'rgatgan, o'zining bolalari bo'lsin, navrilari bo'lsin. Shundaqla Uhud g'azotida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ajoyib qahramonlik bilan qo'g'digan 17 yerdan yaralangan buyuk sahoba bu. Bu odam o'ziniki qalam bilan urush qilgan deyishga bo'ldi. Nimishqa deganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ajib qilgan qabila yoki shoirlar qarta bu odam she'r o'qish orqali Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qo'g'daydi. Bu qalam orqali bu odamniki jihad kurashlari bo'lgan. Alam orqali hem qalamda hem alamda yetishgan cho'ng palvon. Bu kishi hamda shu Hijriya 50-yillar atrofida Hazrat Muaviyaniki xilofat davrlarida Shamda o'lib ketganligi xotirlangan. Asosan ko'p bunda halqiliq vaqtlarda o'ziniki jangovarligi va shundoqla gapiniki tetimliq tutumi borlik bilan mashhur. Masalan, Aqaba baytiga qatnashgan shu vaqtdami Aqaba baytidami roli bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qo'g'dash asosida. Undan boshqa masalan Payg'ambarimiz o'lib ketgandan keyin Ansariylar bilan muhojirlar orasida bir siyosiy baslashish bo'lganda, masalan Abu Bakr Siddiq huquqni biz tutishimiz kerak dedi. Ansariylar yo'q, biz tutishimiz kerak, biz shu yerning egisi dedi. Shu vaqtdami Ka'b ibn Malik qo'pib Ansariylar bo'ldir ish qildim yordam beringlar degan. Bir qatam Rasulullohga bir yordam berib, bir dinni gullantirdinglar. Endi yana bir qatam bir yordam bering degan. Shu gapiniki tetimi va tutumi bilan bu ishlar yana Abu Bakr Siddiqqa qilishga sababchi bo'lgan. Demak, bu kishiniki ham siyosiy nufuzi, gapining ta'siri va tutumba bir buyuk hisoblanadi biri. Endi mushizat dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam safardan kelsa, avval masjidga bir yo'liqib, shu masjidda bir namoz o'qiydi degan. Mana bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki
bir fi'li qilmish sunnatlarniki biri. Bu hamda 443 numurliq hadisda Imom Buxoriy hazratlari bizga Xallad ibn Yahya hadis so'zlab bergan dedi. Bu zot bizga Mis'ar hadis so'zlab bergan degan bo'lib, Mis'ar deydi bizga Muharib ibn Disar Jabir ibn Abdullahdan hadis bayon qilgan dedi. Demak, bu yerdagi Muharib ibn Disardan boshqa ham raviylarning tarjimasi boshda o'tgan. Ammo Muharib ibn Disar bu yerda tabiin o'zi Kufilik adam, Iroqning Kuf shahridan o'zi ishonchlik deb hadis ulamolar umuman ilib aytgan vaqtida bu kishini ishonchlik degan. Hatto Imom Zahabiy hujjatun mutlaq hujjat deganda. Bu kishiniki ismi bo'lsa Muharib ibn Disar ibn Kardus ibn Qarosh yoki Qarvash ismi bilan mashhur. Abu Disarmi deyildi, Abu Nazrmi deyildi. Kunyalik ismi. Bu Kufada tug'an muhim raviylarniki biri. Chunki Ömer ibn Abdulazizning zamonida Ömer ibn Abdulazizga vakolatan Kufaga vali bo'lgan, qozi bo'lgan. O'ziniki hamda shu zoidligi, taqvoligi bilan mashhur bo'lishidan birga hadis ilmida o'ziniki ishonchlik degan darajalarga erishgan buyuklarniki biri. Kufada hijriya 116-yillarda o'lib ketgan. Umuman elbette vaqtda hadis ulamolarniki bu kishiga berilgan bahosini aytdi. Go'zal. Jabir ibn Abdullah ibn Umar qatorliq muhaddislardan, sahobalardan va undan boshqa cho'q tabiinlardan hadis rivoyat qilgan. Bu kishidan bu nayt ko'p hadis rivoyat qilgan kishilar bo'lgan. Masalan, Shobat ibn Hujjayga o'xshash. Va bu kishiniki hamda hadis ilmiga qo'shgan tuhfasi qatorida Sahih Buxoriyda 12, Nasai'da 15, Muslimda 11, Abu Davudda 10 dan hadisi bor. Tirmiziyda 3. Demak, bu ilmiy jihatga bu kishiniki ko'rsatgan tuhfa va utuqlarniki biri deb sanaladi. Bu kishiniki zamondoshlari bo'lsa kerak, bu kishiga baho berib, mundaq bir voqelikni o'ttirib chiqargan. Ayni vaqtida jahiliyatda islomiyatdan burun arablar bir odamda 6 xislat tepilgan bo'lsa, shu 6 xislat tepilgan odamni ya beg yoki bo'lmasa qabila oqsoqili qilib qo'yadi ekan. Bir odamda 6 xislat bo'lsa, bu odamni beg yoki qabila oqsoqili qilib qo'yadi ekanda. Birinchi kang qo'soqlik, sabrchan, sehi mard, shijoatlik, andin tilinayat o'tkir, notiq. Uningdan boshqa kamtar. Mush 6 sifat tepilgan odamni beg yoki bir qabila boshliq qilib qo'ydigan ekanda. Hamda islom dini iffetni qo'shgan buningga. Bu adam deb kelib, Simak ibn Harbdan degan gap. Men mush Muharib ibn Disarda mush xislatlarning hammasi tepildi degan. Demak, bu kishiga o'z zamonidagi zamondoshlari aytib go'zal baholarni bergan buyuklarniki biri bo'ladi. Bu kishi endi bu hadisni Jabir ibn Abdullahdan bayon qilgan bo'lib, bu sahoba buyuk deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning huzur muborak hikoyasi Janob Rasululloh masjidda ekan deydi. Mis'ar degan ravi deydi bu gap qilib. Men chashka namozi deb o'yladim deydi. İşte onlar Peygamberimiz debdi, 2 rekat namoz o'qi dedi. Mening hamda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ustida bir qarzim, ilishim bor dedi. O ilishini menga Payg'ambarimiz berib, texmi yana uni qo'shib ishga biz rozilik bilan qo'shib bir narsa berdi deb shunaq degan. Asli bu xil bir uzun bir qissaniki, hikoyaningki davomi Rasululloh bilan bo'lgan. Bir urushdan qaytib kelish jarayonida Jabir ibn Abdullah'nınki tügüsünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem setib olgan. Setilib uyga kelgandiki uyam kel. Hemen pulini beradigan-da. Bu Madinaga kelgandan keyin shu safar kelib darhol Jabir ibn Abdullah Rasulullohni qashib borgan. Shu vaqtda Rasulullohni bu odam masjidga uchratgan. Demak, Rasululloh safardan kelgan paytda uyga kirmay masjidga kirib namoz o'qiganda, shu avvalni demoqchimda. Bu tug'ni endi setib olgan vaqtida set bulab yo'lda kelgicha shart qilgan Jabir ibn Abdullah. Bu tug'ni men Madinaga berib olishim kerak degandiga ma'qul degan. Shu Madinaga yetib kelib olganingizda Rasulullohga bu tug'ni olib berdi bu odam. Shu Rasulullohning uyiga olib bergan. Payg'ambarimiz tug'ni al, ma pulni al deb
hem pulunu bergen, hem tögünün bergen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şu ahvaldaki bir kıssa bayan bu hamda. Hem de tövendeki bab İmam Buxari Hazretleri bir adam mescid kirgen vaqtida 2 rekat namoz o'qib etsin deb shunday deydi. Bu 444 numurluk hadiste İmam Buxari Hazretleri bizge Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan idi dedi. Bu zat bizge Malik xabar bergan deb bulup Amir ibn Abdullah ibn Zubayr'dan bayon qilgan bu hadisni. Bu zat Amr ibn Sulaymiz Zoraqi degan kishidan bayon qilgan bo'lib, bu zat Abi Qatadat Salami degan sahobadan bayon qilgan. Bu yerda hamda umum kishilarniki tarjimali boshda o'tgan, faqat Amr ibn Sulaymiz Zoraqi degan kishining ham tarjimali o'tmagan bo'lib, bu kishi tabiin ekanligi chiqib turibdi, chunki Abi Qatadat Salami degan sahobadan bayon qilgan. Sahabiga uchrashgan odam tabiin bo'ladi bu yerda. Zoraqi degan ishdan bir kelimadan bu Bani Zurayq Ansarilarning Bani Zurayq qabilasi bo'lgan. Bu Bani Zurayq jamoatidan. Demak bu kishi ham Ansarlarningki balasi ekanligi chiqib turibdi. Bu kishining ismi Amr ibn Sulaym ibn Xaldad ibn Maxlad nomi bilan mashhur. Bak hadislari bak ko'p emas, ammo ishonchlik deb ta'riflagan Ibn Sa'd rahmatullohi alayh. Hatta İmam Nesai ve ondan başka bir kısım ulemalar bu kişinin Medinlik tabi'in ekanligini, bir işencilik hadis ravisi ekanligini bayon qilib o'tgan. Lekin bu kishining hamda Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu o'lib ketgan shahid bo'lgan vaqtida shu 10 necha yosh avvalda ekanligi bayon qilib o'tgan. 104-yillar atrofida o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi hamda Abu Hurayra, Abu Said al-Khudri, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubayr, Said ibn Musayyab qatorliq ham sahobalardan ham cho'ng tabiinlardan hadis bayon qilganligi chiqib turibdi. Hamda hadis ilmiga qo'shgan tuhfalar qatorida İmam Nesai'de bu kishining 8 dona, Buxoriyda 7 dona, Muslimda 7 dona, Abu Davudda 7 dona, İmam Malikning Muvattada 4 dona, Tirmizida 2 dona hadis borligi xotirlangan. Demak, bu kishining hadis ilmiga qo'shgan tuhfalari mushunchilik. Biz endi mushu yuqoridagi mushu butun mushu ravilarniki tarjimalarni biz o'qishda, bilishda biz bir nuqtaga diqqat qilsak bo'ldi. Asosan mushu sahobalarning bo'lamdi yoki katta muhaddislarning bo'lamdi. Hammasiniki oilasidan biror odam cho'qim mush ilmga varislik qilgan ekan. Masalan, Amr ibn Sulaym Zoraqiyniki dadisi Ansari bir sahoba ekan. Bu mushu sahobalardan ve dadısı ve ondan başkalardan shularning tarbiyasida bu bir muhaddis bo'lib yetishib chiqqanda bu zatma. Demak, bu oila tarbiyasiga, shu o'qish masalasiga, diniy masalalarga nihoyatda jiddiy qaraganligini bilib olgan bo'ldi bu o'z davridagi buyuklarniki. Endi bu masjidga kirgan har qanday odamniki 2 rekat namoz o'qishi muhim. Hatto bir qism ulamolar buni vojib degan. Hatta İbn Hazmga o'xshash Zohiriy mazhabning ulamolar buni vacip degan. Arabistonning mu ulamalar mesela Bin Bazga o'xshash ulamalar cho'nglar buni vacip deganligi xotirlangan. Nimishqa degan vaqtida hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu juma kunligida imom xutba o'qiyotgan paytlardami qo'p sen 2 rekat namoz o'qi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqalarga tavsiya qilgan. Demak, bu masala shu ulamolarning nazarida ko'p shu salaflarning nazarida bir vacip tushunilgan. Lekin bir qism ulamolar ya buni sunnat deb qarash bilan birga cheklangan bir qism vaqtlar bor. Quyosh chiqayotgan, petayotgan, mushta paytlarda tiklashgan paytlarda namoz o'qish bo'lmaydi masalan. Mushta paytlarda o'qishga bo'lmaydi. Masalan, bu Imom Tahoviyga o'xshash bu asosan Hanifiy mazhabdagi ulamolarning nazarida ki qarash bu. Lekin bu yerdagi shu salaf deb qaralgan kishilar cho'qim har qanday vaqtda o'qiymiz degan. İmam Tahaviy'deki Hanifi mezhebiniki tushunganlar yo'q, bu cheklangan vaqtda o'qilmaydi degan. Qog'ini vallohu a'lam. Shunlashqa Abi Qatadat Salami Payg'ambar alayhisolatu vasallamning mundaq deganligini bayon qilgan dedi. Sizlarning biringlar masjidga kirgan paytda o'tirishdan burun 2 rekat namoz o'qisin degan. Bu hadisning asos qilgan ulamolar buniki mayli vojib deganlar bo'lsin, mayli sunnat deganlar bo'lsin, bu hadisni kuchli dalil sifatida qo'llangan.
Endi bu sünnet bizning vatanlarimizda, kichik paytlarimizda bu cuma kunda e'tiborga ilinib, cuma kundan boshqa vaqtlarda asosan ko'p e'tiborga ilinib kelmagan. Cuma kundagi shu tayyatul masjid namozi, amaliyotda mush namoz shu. Lekin bu cuma kuniga ham xos bo'lmasdan har qanday paytda o'qishga tegishli sunnat namozlarniki biri. Endi tuvandagi bobda Imom Buxoriy hazratlari masjidda tarat sundirish yoki masjidda taratni qo'yitish haqida to'xtalib bundoq deydi. Endi bu masjidda cho'ng tarat yoki kichik tarat qilmaydi albatta. Lekin bu yerdagi muhim nuqta shu yel qo'yitish masalasi endi. Bu masalani ulamolar asosan to'g'ri emas deb qaragan, makruh deb qaragan. Makruh deb qaragan. Lekin endi qistab faqat bo'lolmaganda o'zini tutolmagan ahvol ostida ketgan bo'lsa u ayrim masala. Lekin o'zining qudrati yetadigan, kuchi yetadigan ahvol ostida masjidda o'sirib o'tish yoki yel qo'yib o'tishni Ibn Usaymin rahmatullohi alayhi harom deb qaragan. Bu shu tarat qilgan bilan barobar deb qaragan. Bu hadis 445-numurli hadis. Imom Buxoriy hazratlari bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zot bizga Malik xabar bergan dedi. Abi Zinat degan muhaddisdan. Bu zot A'rajdan A'raj Abi Hurayra radhiyallohu anhudan bayon qilgan. Bu ravilarni tarjimali o'tgan boshda. Hamda Abu Hurayra deydi-da, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan dedi. Rasulullohning so'zi bo'lsa, farishtalar sizlarning beringlarga rahmat o'qiydi dedi. O'zi namoz o'qigan namozgohda, shu joyda, ya'ni masjidda bo'lsa, rahmat o'qiydi. Ya Alloh, falana qo'mishadi masjidda namoz o'qib o'tadi mishadi. Shu namoz o'qib o'tadi, buning rahmat qilgin deb, ashunga rahmat o'qiydi dedi. Shart taras sundirib qolmasa. Bu farishtaning deydigan gapi Allohumma g'fir lahu, Allohumma arhamhu. Ya Alloh, uning gunohini mag'firat qilgin. Ya Alloh, uning rahim qilgin deb farishtalar biz ashta kishiga duo qilib, rahmat o'qib, duo qilib turadi ekanda. Lekin taras sundirgandan keyin o imtiyoz yo'qaydi, to'xtaydi demakchi. Endi tuvandagi bob masjid silish masalasi. Mushaq to'xtalyapti. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi dedi. Abu Said mundaq degan. Abu Said al-Xudri bo'lish kerak, bu sahoba bu kishi. Masjidning o'g'isi ayni vaqtida xom shaxlardan yasalgan dedi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu masjid silishga, masjidni ta'mir qilishga buyurgan. Va mundaq deganda, kishilarni yomg'irdan qo'g'dinglar. Lekin buni qizartib, uni hashamat qilib, uni bo'yab, sog'atib, kishilarning diqqat e'tiborini chochdigan shaklda ularning qalbini lol qiladigan darajada bundoq bo'yab sirlayotmanglar degan. Hazrat Umarningki masjidni sog'gan vaqti o'zining xilofat davri. Hozirgi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga biz salom bergan kirgan vaqtimizda o'ttirdi bir turk bor. O turkninki shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki namoz o'qigan yoki Rasulullohninki qavrisi bilan shu turkning oraliqi Hazrat Umar kengaytgan. Rayon shu. Shu vaqtda masjidning umumyuzlik bir kengaytish bo'lgan Hazrat Umarning davrida. Shu paytlar deyilgan gap hamda. Hazrat Anas radhiyallohu anhu bu masjidni muhtoj yasab faxrlanib ketdi, lekin uni ta'mir qilmaydi degan. Ve ta'mir qilmaydi degan, avod qilmaydi. Masjidni avod qilmay, lekin shaklini bek yasaydi deb shunaq degan. Deganda mushta odamlar bo'ladi keyingi mezgilda demoqchi. Hatto Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu Yahudi nasoralar o'zining cherkovlarini yasagandek uni go'zal qilib, hashamatli qilib yasab o'tishlar degan. Endi Imom Buxoriy hazratlarininki bu yerda bu bobni akilishib, nurg'un sahobalarning masjidlarniki shakllari haqida gap qilishi va sahobalar davridagi masjidning oddiy sodda yasalish jarayonini akilishi Imom Buxoriyning albatta bu yerda hashamat qo'g'lishib ketishni toza yoqtirmaydiganligini bilib olg'ili bo'ldi. Masjid har qanday davrda shu davrniki eng hashamat tusnosi bo'lmaydi. Yaxshi bo'lmaydi. Normal. Ehtiyoj xarakterlik bo'lish kerak. Ehtiyoj xarakterlik bo'lish kerak. Biz masalan hozirgi masjidlarimiz shunday yaxshi
Her qanday yak basak masjid şunda bir xil haşamet kaplagan, çıraylık, zinetlik, haybat. Lekin biz yez qishloqlarda, sahrolarda o'qigan bor ustidagi ayni vaqtda o'qigan namozimizga huzur bermaydi. Barakat sug'urilib ketgan, xushu yo'qolib ketgan. Hatto Anas ibn Malikning masalan boshlik so'zini ilib aytsak, bu asli bir hadisniki qisqa bir jumlasi ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday degan ekanda, qiyomat qoyim bo'lmaydi, hatto kishilar bu masjidlarda bir faxrlanib ketadi deydi. Oy, manda masjid saldık, manda yo'g'on katta qilib yotdik, o qilib yotdik, bu qilib yotdik deb, buni shunda hashamat qo'g'lishib, yasab, jabdub, uni katta ordu saraydek qilib o'tdi. Lekin uni avod qildiganlar az degan. Hadisninki bir nimasi qisqartdimisi? Hazrat Anasninki so'zi. Demak bu bizniki zamonimiz shu zamonlar bo'lishi mumkin, vallohu a'lam. Bu 446 numaralı hadisda İmam Buxoriy Hazretleri bizga Ali ibn Abdullah hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu İmam Buxoriyning büyük ustozi Ali ibn Abdullah el-Medini degan büyük ustozi. Bu kishining tarjimalari boshida o'tgan. Bu zot dedi bizga Yaqub ibn İbrahim ibn Sa'd hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zot dedi menga dadam Salih ibn Kaysandin bu hadisni so'zlab bergan. Salih ibn Kaysan dedi bizga Nafi hadis so'zlab bergan. Nafi Abdullah ibn Ömer'nin azatkarisi hem şagirdi. Nafi depide hakikaten Abdullah ibn Ömer Nafi'ye haber vergen ki bu hadisini. Mescid Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki zamanında kışı bilen kopurulgan dedi. Ham kesek bilen. Tors Xom'un şahlarıdın yasalgan. Xom yağaçları Xom şahlarıdın. Türkler bolsa Xom'ninki gol yağçı. Aşağı töpüsüne şahtı yasap, şahtı yepip, Türk'e Xom'ninki gol yağçını, cagısını işletken. Ebu Bekir'nin zamanısından bunu hiç kandak kılmagan. Oxşa şöpeti. Yani Resulullah devirdeki mescidin kanaliki şöpeti Ebu Bekir zamanısında devam etken. Ama Hazreti Ömer'nin zamanısı kelgen vakti daha. Hazreti Ömer bunun koşkan. Hazırkı biz bayatın gibi kılgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mihrabı bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaqtida mağdıgan yer var. Şu orun Hazreti Ömer bilen Hazreti Osman'ın koşkan yeri. Ay Türk'ninki oң kol tarafı Hazreti Osman'ın sol kol tarafı Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı koşkan daire. Şunu demekçi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki kuruluş şekilde yasap bunu. Ay şu ham kesek bilen, xom şahları bilen yasıgan. Ano Türklerini yani yağaç kıygan. Lekin Hazreti Osman bunu özgertip etken. Öyle naati cık özgertişini kürgüzüp, nurgun yerini koşap, mescidini kengaytip, mescidindeki tamlarını nakaşlık tamda, taşta, ak gecleyen işiltip yasıgan. Onun Türklerini mi nakışlik taşlarını işletken. Taşlarını. Onun torusunda saç yağçıda yapkan. Bu saç yağçı bu Hindistan'dan ekildiğin bir yağaç bulup bu Arap dünyasında nayet meşhur. Bir adamda belki çoğun yağaçların tapılınmaydı. Yoğan da gezgisi gevdisi çoğun. Jagı oğudek yoğan bunda yağaçlar asasen çıkışık etmeydi bir yerden. Arap diyarlarda. Bu Hindistan taraftan bizden ötendikidek nayet yoğan suadan daraxtlık okşaş yoğan daraxtlı hem çın mezmut. İşte yoğun aydıgan yerli. Şu yerden ekleyen. Demek hem de Hazreti Osman radıyallahu anh'ı burunqı qırğa vaqtida mescidine bir az okşamaydıgarıq şekilde sel devir ihtiyacı tüpeyliden başka şey yasap çıkan. Hem de Hazreti Osman'ın kılıvatqa işi bir hata mı? Ya hata emas. Bu yolluk. Eğer bu yolluk olmasa sahabeler elbet bunun karşı çıkarttı. Evet şundakla bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki küyoğlu sahabe ve töt büyük Hulfay Raşidin'deki birisi. Bu kılıvatqa işi hiç kaç iş emas. Lekin devir ihtiyacı normal halette bolsa boludu demekçi. Ama hem de mescidine belki yaşayamet yasaş meselesi de hem de Bulat Ebu Hanife rahmetullahi aleyh
masjidni hurmatlagan yusidan, ulug'lash yusidan hashamat katta yassi bo'ladi, lekin bu faxrlanish to'g'risida yoki beslashish asosida bo'lmasligi kerak deb shundoq degan. Lekin umuman ilm etgan vaqtida ulamolarniki nazarida ehtiyojdan xoliqib ketmaslik kerak degan qarash nihoyat kuchli. Bugungi darsimiz mushayish bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.